Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyoning har qaysi ellərdə fəaliyyət elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati 1990-yili 5-aprel vatanimiz Sharq Turkistonda yuz bergan Barin inqilobining 35 yilligini turli shakllar bilan xotirlash orqali Zeydin Yusuf başçılıqidagi Barin qahramonlarga bo'lgan cho'nqur sevgisi va hurmatini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur xalqiga qarta rəhimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratlarini qaytadan namoyon qilishdi. 3-aprel Qozog'istonning Olmati shahrida Barin inqilobida shahid bo'lgan qarindoshlarimizga atab nazr berildi. Qurultay vakillari va boshqa mehmonlarning qatnashida ilib berilgan nazr Yigitbeshi Rahmanjon Mansurov va Qurultay fondining muavin raisi Tursunjon Saitov apandilarning Qur'on va duolari bilan boshlandi. Orqadan Qurultayning oliy maslahatchisi Peshqadam inqilobchi Qahramon Xo'jambarda pandim Barin inqilobining tarixi va shundaqli Qurultayning xalqaro ilib berayotgan lobby faoliyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Oxirida bu yil 5-oyda ilib berildigan 3-navbatlik milliy kengash haqida plan va muzokaralar ilib berildi. Amerikada Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi birlikda Barin inqilobini xotirlash munosabati bilan bayonot e'lon qilgan. Yana mush munosabat bilan bu ikki tashkilot Amerika Davlat Majlisida 4-oyning 3-kunidan 4-oyning 9-kunigacha bir haftalik lobbychilik faoliyati ilib borganligini bildirgan. Ular bu bir haftalik faoliyatda Amerika Davlat Majlisi a'zolarining ishxonalarini ziyorat qilib, ularni Barin inqilobidan xabardor qilganligini, kommunist Xitoy hokimiyatining Barinda Uyg'urlarga ilib borgan qonliq bostirishni anglatadiganligini va hozir bo'layotgan irqiy qirg'inchilik haqida ularning Uyg'urlarni taxim kuchli qo'llashini umid qilganligini bildirishdi. Barin inqilobining 35 yillik munosabati bilan 4-aprel juma kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining markaz organi joylashgan Germaniyaning Myunxen shahrida Xitoy konsulxonasining oldida namoyish o'tkazildi. Namoyish haqida shu kuni Qurultay televiziyasida naq maydon programmasi berildi. Norvegiya Uyg'ur komiteti 4-aprel kuni Barin inqilobining 35 yilligini xotirlash va Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish maqsadida Oslodagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazdi. Bu namoyishga Oslo va Oslo atrofidagi jamoatchilik qatnashgan bo'lib, Germaniyadan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Iso apandi ishtirok qilgan. Namoyishda norveg tilida bayonot o'qilib, Barin inqilobining tarixiy ahamiyati, Zeydin Yusuf başçılıqidagi qahramonlarimizning Xitoy tajovuzchilariga va milliy zulmga qarshi erkinlik, hurlikka intilish ro'yi ta'riflandi va shuarlar to'landi. Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Fascist China! Fascist China! Diktator China! Diktator China! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Stop Uyghur genocide! Bugün bu saatte Norvegiya'daki minglagan qarindoshlarimiz mush maydonga jam bo'la olgan bo'lsa, ularning ro'yi tekim qo'shib bo'lgan bo'ladi. Muhim emas, odamning ko'p oz bo'lishi muhim emas, muhimi shularga bo'lgan sadoqatni bildiradigan vijdon egalarining har zaman mushu bayroq bilan tik tura olishi. Bugun mushu milliy majburiyatlarimizni bu yerda ado qila oldik. Men bu Germaniyadan kelib, Norvegiya parlamentining oldida Norvegiya xalqining oldida buningdan 35 yil ilgari bir qirg'inchilikning yuz berganligini anglatish uchun men bir ovozimni mishav bilan sizlar bilan bir sapda bo'lib o'tirib qo'ya olganligim uchun o'zimni baxtli his qilaman. Bu kunlarni unutib qolmasligimiz kerak. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon bo'lib o'tgan 1-2 yildan buyon yapirayotgan tashviqot urushining qurboni bo'lmasligimiz kerak. Bu yerda hozirmi milyonlagan insonlarimizning jazo lagerida azob chekayotganligidan iborat bu reallikni unutib qolmasligimiz kerak. Xitoyning 15 kunlik 1 oylik vizani kechirim qilib tuqqay yo'qlash sharoitlarini hozirlab berganligidan iborat bu aldam qaltisiga tushmasligimiz kerak. Bu vatan bizning vatan. Bu yerda izilayotgan, turmalarda azob chekayotgan singillarimiz, hadilarimiz, qarindoshlarimizning hozirmi shu jazo lagerida bo'layotganligini bu reallikni o'zimiz yuragimizda his qilishimiz ve bunu Norvegiya xalqiga dunyoning har milliy mustaqillik uchun tajovuzchilarga qarshi turgan Zeydin Yusuf boshchiligidagi inqilobiy qahramonlarimizningki izini o'chirmaslik va ularning izidan minish uchun vatan millatimizga ega chiqish uchun bu maydonlarga chiqqanlarga
köp rahmet. Afsus, Uyg'urlar mushu Norvegiyada bo'lib mushu Osloda shunchalik ko'p turib, o'zining vatani va millatiga ega chiqmasdan, boshqa yeb iç so'rlarga atdak chepib, mashinalar berib, yuzlab, 200lab bağganiga afsus. Bir millet ro'yi o'lsa, o millet hergiz o'rnidan qopanmaydi. O milletning ro'yi yashnaydigan, o millet cho'qim o'zining haq huquqini qo'lga topshirib olaydi. Mushu sorunga chiqqan o'zining millatiga ega bo'lib, o'zining vataniga sahip chiqib, shahidlarimizning qini va jini behuda Xitoy tajovuzchilarining qo'lida berbat bo'lganiga ichinib chiqqan mushu qarindoshlarimizga ko'p rahmat. Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyəti Baran İnqilabının 35 yılını xatırlaş və şəhidlərini məngü yad etidığanlığını bildirib, 4 ayının 5 günü Torontoda Xitay konsulxanasının aldıda namayış ötküzdü. Namayışda Kanada Şərq Türkistan Cəmiyyətinin rəisi Şevket İmam əpəndim söz qılıb, Komünist Xitayının vətənimizdə ilib beriyotqan qırğınçılığının heç bir zaman toxtab qalmağanlığını, Baran İnqilabını vəhşilərçə bastırğanlığını və bunlarını unutub qalmasligimiz kerakligini ta'kidladi. Barında 1990 yılı barında boğan inqilab səbəbindən nurgun qardaşlarımızın Xitay cəllatları tərəfindən şehit oluşu səbəbi bilan 35 yıl ötken bolsunmu ta hazırgacha bu qirg'inchilikning oxiri tuguni yo'q. Shuningga shu mavzuning o'zida, ya'ni 35 yilning o'zida vatanning mustaqilligi, bizning hurriyatimiz uchun Xitoyga qarshi o'rnidan dast turgan shu qarindoshlarimizni har vaqt eslab turishimiz kerak. Shu sababdan Xitoy konsulining oldida bugun namoyish qilyapmiz. Şehitlerimizin ruhi şart bo'lsin. Biz hergiz unutib qolmaymiz. Chet eldagi bütün dünyadaki qarindoshlarimiz mana bugun har xil faoliyatlar bilan shu qarindoshlarimizni eslab o'tyapti. Biz bu shu qatorda shu qarindoshlarimizni eslash uchun ham Xitoyga qarshi irodamizni yana bildirish uchun bugun bu yerda yig'ilib turibmiz. Shuningga bu namoyishga kelgan barliq jiroq yaqindan kelgan qarindoshlarımızga alayida rahmat aytamiz. Shu shehidlarimizningki albatta ruhi shod bo'ladi. Shuning uchun hammalarga ko'p rahmat. 5 aprel günü İstanbul'ның Safaköy rayonundaki Şərq Türkistan Federasyasının yığın zalida Qurultay Ma'arif Komiteti bilan Qurultay Tantarbiya Komitetining ortaq təşkiləşi bilan yoshlarga Baran İnqilabi və onun tarixi əhmiyyəti degan temada leksiya sözlənib, şehitlərimizin izini zamanəvi ilim-fən bilan besib manğanda, andan ularning murad-g'oyalarning amalga oshadiganligi amaliy jonliq misollar orqali tushundirildi. Oxirida inqilob, jihad, g'azot, qo'zg'alon, qurolli harakat, kurash, urush, jang, namoyish, voqea qatorliq so'zliklarning tusmanlari shundoqla atalg'ularni birlikka keltirishning ahamiyati haqida izohat berilib o'tildi. Onundan boshqa yana 5 aprel İstanbulning Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayoni Safaköyga joylashgan Fatih masjidining yig'in zalida Turkiya Uyg'ur tashkilotlari munbiri tarafidan uyushtirilgan Baran inqilobi haqida xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi, Uyg'ur Akademiyasi vaqfisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfisi, Darul Iman Akademiyasi, Teklimakan Uyg'ur nashriyati, Sharq Turkiston jamiyati, An'anaviy Uyg'ur tibobati tadqiqot vaqfisi, Sharq Turkiston axborot va nashriyat jamiyati, Yurtlar birligi jamiyati va Sharq Turkiston yoshlar va mustaqillik harakati jamiyati qatorliq 20 ga yaqin Uyg'ur tashkilotining mas'ullari, tanilgan ziyolilar, ulamolar ve İstanbul'daki Uyghur qarindoshlar bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashdi. Qur'on tilovati va Sharq Turkiston milliy marshi bilan boshlangan faoliyatda vatan uchun aziz jonlarini fido qilgan shehidlarga hurmat bildirildi. Arqadan har qaysi tashkilotlarning mas'ullari navbat bilan so'z qilib, Baran shehidlari ro'yining mangu o'lmaydiganligi, ularning qahramon ro'yining milliy mustaqillik kurashimiz uchun har vaqt yo'limizni yo'ritib turadiganligini ta'kidlashdi.
Yig'inda so'z qilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan barin shehidlarga bo'lgan cho'nqur hurmatini bildirdi. Shundaqla o'zi bilan sabdoshlik va saboqdoshlik hayotini birlikda o'tkazgan barin inqilobining rahbari Zaydan Yusupning ish faoliyatlarini va uning esil fazilatlarini eslab o'tdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi va qurultay vaqfisining mas'uli Abdurashid Abdulhamid, Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi raisi Amir Hasan, Sharq Turkiston jamiyati raisi Ali Solih apandimlar tashkilotlararo hamkorlik, birlik va ishonch haqida so'z qilib, bugungi kunda Uyg'urlarning beshiga kelayotgan baloyi ofatdan qutulish uchun hamkorlikning intayin muhimligini ta'kidlab o'tishdi. Yig'inda so'z qilgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi professor doktor Ataullar Shayar apandi bu xildagi xotirlash faoliyatlarining bir qancha yerlarda bo'lib qolishining sababining cho'ngroq o'rinning bo'lmasligi ekanligini, ammo bu shaklning da'voyimizning ko'proq anglitilish uchun foydali deb qaraydiganligini ham tashkilotlararo hamkorlik uchun ushbu faoliyatga qatnashishga alayda tirishchilik ko'rsatganligini eskartib o'tdi. Barin inqilobi faqat bir yezida o'tirib chiqqan va bir necha yuz qahramonniki to'liq qurol edib, zulmga zolim, tajovuzchi, mustamlikchi Xitoyga qarshi ilib borgan bir harakatli bo'lib qolmasdan, shundaqla bir xalqning zulmga tez bitmaydigan irodasini, hurlikka bo'lgan e'tiqodini, ishonchisini va shu o'zidagi iymonining kuchi orqali oxirgi natija bo'lgan vatanni tutuldirib, xalqini hurlikka erishtirishdan iborat bu jasoratni o'ttirib qo'ygan bir harakat. 5 aprel Yaponiyaning Nagoya shahrida Uyg'ur rasm ko'rgazmasi, hujjatli film qo'yish va barin inqilobining 35 yilligini xotirlash muhokamasi o'tkazilgan. Mazkur faoliyat 2 kun davomlashgan. Assalomu alaykum, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Osiyo ishlar bo'limining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ma'mur raisi Saud Muhammad o'limi. Men sizlarga hozir Yaponiyaning Nagoya degan shahrda bizning faoliyatning naq maydonida ma'lumot beryapman. Biz ko'rgandek, biz Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rnashtirishida Yaponiyaning 3-cho'ng shahri Nagoyada 4-oyning 4-kuni va 5-kuni 2 kun Uyg'urlarning hozir o'tkazilayotgan milliy qirg'inchilikni tunishtirgan materiallar, rasm ko'rgazmasi, hujjat film qo'yish va biz tayyorlagan karton kitoblar, filmlar bu yerda qo'yilyotdi. Bu faoliyat 2 kun davomlashadi. Hozir oldimizda ko'rinayotgan bu rasmlar Uyg'urlarning jo'g'rafiya o'rni, Uyg'urlarning tarixi, madaniyatini va hozir o'tkazilayotgan Xitoy tarafdan o'tkazilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini aks ettirgan panel rasmlar. 5 aprel barin inqilobining 35 yilligini xotirlash va Zaydan Yusuf boshchiligidagi qahramon shehidlarni eslash uchun Shvetsiya Uyg'ur birligi tarafidan faoliyat o'tkazilgan. Faoliyatda aziz shehidlarimizning ro'yiga atab Qur'on tilovat qilingan va qatnashuvchilar o'zlarining ayni vaqtda barin yesiga qilgan ziyorati, ko'rgan anglaganlari, o'qiganlari haqida to'xtalishgan. Uningdan boshqa yana Avstraliya, Fransiya, Belgiya, Angliya, Gollandiya, Shvetsariya, Qirg'iziston va boshqa nurg'un davlatlarda barin inqilobining 35 yilligini xotirlash munosabati bilan namoyishlar, axborot e'lon qilish yig'inlari va shehidlarimizni eslab turli nazar chiroqlari o'tkazilgan. Har yili mana shunday xotir kunlarni xotirlab, dam maydonida yig'ilib namoyish qilyapmiz. Ya'ni bugun barin inqilobining 35 yilligini Amsterdam dam maydonida xotirlab turibmiz. Hammamiz ko'rgan o'xshash, mana Gollandiyada yashayotgan 6000 dan ortiq Uyg'ur qarindoshlarimizdan bugun shu barin inqilobni xotirlash uchun kelgan Uyg'urlar 20 dan oshmaydi. Mush kelgan qarindoshlarimizga oldi bilan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. 35 yil burun shu otishning Aqtu doisida, ya'ni barin doisida shu yerda shu xalqimiz qahramon Zaydan Yusufni yetakchiligida shu yerdagi tajovuzchi Xitoy hokimiyatining barin doisidagi Uyg'ur ayollarga bo'lgan planliq tug'ish siyosatiga asosan 300 dan ortiq Uyg'ur ayollarining qo'shqidagi bolani
mecbur öldürületkenlik sebebinden şu yerdeki vicdanlı, kahraman Uygur erlerimiz, Uygur jigitlerimiz Xitay tecavüzüne karşı ve kadını ders götürüp şuna karşı inkılap kozulgan. Bu kahramanlarımız gerçi öz az bolsunmu, özünün qo'ldagi oddiy qappichoq, oddiy miltiqlar bilan şu yer tecavüz Xitoydagi kuchli qo'shinlarga qarshi bir haftaga yaqin ashlar bilan tirkishgan. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.